Dunyoda nimalar bo'lmoqda? Assalomu alaykum do'stlar. Suhbatlarimiz davom etadi. Dunyoda kecha bir buzg'unchilik, fahsh ishlari bo'ldi butun Yevropada. LGTB'chilar, geylarning mitinglari bo'ldi. Hatto Vengriya hukumati bunga qattiq qarshi edi. Vengriyada ham 10 minglarcha mana shunaqa insoniyat ichidagi iflosliklar, geylar, bachchabozlar shular miting qildi. Va afsus, Yevropaning hozir eng katta muammosi bo'ldi. Amerikada Tramp bunga qarshi chiqyapti, lekin hali amaliy ishlar qilganini ko'rmadik. Bu dunyoda bo'layotgan birinchi ish. Ikkinchi ish O'rta Sharq yoki Yaqin Sharq, Isroil, Eron, Falastin masalasi. Bu urush hozircha tugadi. Ammo G'azoda davom etyapti. G'azo masalasi qanday hal bo'ladi? Falastin masalasi qanday hal bo'ladi? Men oldin ham aytganman. Buni avvalo atrofdagi musulmon davlatlarning o'zgarishiga bog'liq. Agar juda qisqa tushuntiradigan bo'lsak, Misrda va Saudiya Arabistonda hukumat o'zgarishi kerak. Agar Misrda va Saudiya Arabistonda hukumat o'zgarsa, Turkiya bilan birlashsa bular, undan keyin Falastin masalasi hal bo'ladi. Bo'lmasa yaqin deylik 10 yilda Isroil butunlay G'azoni ham, Falastinni ham kerak bo'lsa boshqa joylarni ham bosib oladi. Ya'ni bu yerda bir katta o'zgarish bo'lmaydi. Chunki kuchlar teng emas. Isroil bir o'zi emas va Amerika uning yonida, Yevropa davlatlari uning yonida. Uchinchisi, demak, Rossiya-Ukraina urushi. Rossiya-Ukraina urushi ham yana 1-2 yillar davom etadi. Maqsad Rossiya Kiyevgacha butunlay yoki bo'lmasa Ukrainani bosib olish. Ya'ni NATOni yaqinlashtirmayman deydi Putinning bu ishi. NATO yo'q, biz Ukrainani o'z ichimizga olamiz deydi, Rossiyaning chegarasiga kelamiz deydi. Bu urush shunday urush bo'ldi endi bu. 3 yil davom etyapti, Putin 5 yil davom etadi degan. O'zimizga keladigan bo'lsak, O'rta Osiyoda, Turkistonda xavf juda katta, Xitoy kirib kelyapti. Hech qanday chora yo'q, hech qanday bir amaliy ish qilinayotgani yo'q. Aksincha, hukumatlar, O'rta Osiyo davlatlari Xitoyga yaqinlashib boryapti. O'zimizda Xitoy xavfi oshmoqda. Mana shu gaplar suhbatlarimiz davom etadi.